Oliy Majlis Senati a'zosi Qudratulla Rafiqov O'zbekiston davlat gerbini o'zgartirish taklifini ilgari surib, mustaqillikka erishilgandan keyin ham gerbdagi paxta va g'alla tasvirlari sobiq sovet tuzumi mafkurasining xarobalari sifatida saqlanib qolayotganini ta'kidladi. Oliy doiralarda ko'rilayotgan ushbu tashabbus va bahslar afsuski masalaning mag'ziga emas, uning yuzaki po'stlog'iga, ya'ni shunchaki qog'ozdagi va devordagi rasmlarga qaratilgan navbatdagi chalg'ituvchi siyosiy nayrangdir. Haqiqiy suverenitet va chin mustaqillik davlat ramzlarini, bayroq yoki gerbdagi tasvirlarni o'zgartirib, ularni zamonaviyroq qilib bezab qo'yish bilan barpo bo'lmaydi. Bunday yondashuv xalqning diqqatini real siyosiy va iqtisodiy qaramlikdan chalg'itib, sun'iy vatanparvarlik ko'pigini paydo qilishga xizmat qiladi xolos. Zero davlatning ramzi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar uning ichki va tashqi siyosati, mafkurasi va iqtisodi xorijiy kuchlar izni bilan yuritilayotgan bo'lsa, u yerda mustaqillik haqida gap bo'lishi mumkin emas. Chin mustaqillik bu davlatning ichki va tashqi siyosatda, qonunchilik va mafkurada, harbiy va iqtisodiy qarorlarda dunyodagi hech qaysi davlatning yoki xalqaro tashkilotning ta'siri va bosimi ostida bo'lmasligi, o'z taqdirini faqat o'z mabdasi, ya'ni dunyoqarashi asosida mustaqil belgilashidir. Mustaqil davlat o'z hududidagi boyliklarini o'z xalqi manfaatiga ishlatadi. Qonunlarni chetdan ko'chirib olmaydi va o'zga yurtlarning siyosiy manfaatlariga xizmat qiluvchi qurilmaga aylanmaydi. Biroq bugungi O'zbekiston voqealigiga nazar solinsa, mamlakatning strategik tarmoqlari, tabiiy boyliklari va iqtisodiy suvereniteti xalqaro kapitalistik yirtqichlar tomonidan zanjirband qilinayotgani ko'rinmoqda. Davlatning ichki va tashqi siyosati xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki kabi g'arb mustamlakachilik qurollarining tavsiyalari va sudxo'rlik kreditlari asosida shakllantirilmoqda. O'zbek rejimi mafkuraviy bo'shliqni ham g'arb demokratiyasi bilan to'ldirishga urinayotgani qaramlik belgilaridan biridir. Agar musulmon xalqimiz islom mafkurasi atrofida birlashib, o'z taqdirini o'z qo'liga olish sari dadil qadam tashlamas ekan, ustimizda o'tirib olgan zolim rejim o'zining qaramlik va zaiflikka mahkum zehniyati bilan bunga hech qachon botinmaydigan ko'rinadi.